butun e'tiborimni erimga emas, o'zimga qaratganimdan keyin turmush o'rtog'im ham e'tiborini menga qaratishni boshladi. Diqqat bilan eshiting. Bizga, erkaklarga butun e'tibori bizda bo'lgan, mehr berishga urinayotgan, atrofimizda girdikapalak bo'ladigan ayollar yoqmaydi. Ular bizga emotsiya bermaydi va ularni biz qadrlamaymiz. Agarda kimdir sizga erkagingni e'tiborini jalb qilish uchun unga mehr ber, e'tibor ber deyotgan bo'lsa, xiyonat qilgan bo'lsa erkaging, uni atrofida girdikapalak bo'l, sandan balki e'tibor ola olmayotgandir deyotgan bo'lsa, u erkaklar psixologiyasini umuman bilmaydi. Bizga o'zini olami bor, o'zini shaxsi bor va bizni ilohiylashtirmaydigan va o'zini avvalo birinchi o'rinda qo'yadigan ayol yoqadi. Kerak bo'lsa bizdan kuchliroq va kerak bo'lsa bizdan donoroq. Chunki bizni ilohiylashtiradigan ayol o'zini ikkinchi planga, ikkinchi darajaga qoldirgan bo'ladi. Uni biz qadrlamaymiz. Ha, erkakni orqasidan ayol ergashadi, lekin aslida tabiatan biz ayollarga qarab o'samiz va ularni orqasidan erkak ergashadi. Ya'ni jamiyat va tabiat rivojlanishi, evolyutsiya uchun ayol dono, ayol kuchli, ayol o'zi uchun birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Aynan shunaqa ayolga nisbatan erkak o'sadi, rivojlanadi, mana bu tashqi olamni rivojlantirishga harakat qiladi. O'zini unutgan va o'ziga e'tibor bermaydigan, erkakka bor e'tiborini beradigan ayol uchun esa jamiyat o'zgarmaydi, erkak ham uni qadrlamaydi.